Bismillahirrahmanirrahim. Habiravot tasıdan aytat Allah Taala Davud aleyhisselamga vahiy qilganda aytgan ekan: "Ey Davud, sen günahkor adamlarga, günah qilgan adamlarni suyunchilagin. Siddiqlarni, chinchil taqvalarni qo'rqitgin" degan ekan. Yani shunda Davud aleyhisselam aytdi: "Men qanday günahkor adamlarni suyunchilab, chinchil taqval adamlar qo'rqitam" dedi. Allah Taala aytdi: "Sen günahkor adamlar üçün suyunchilagin. Men manga hech qanday günah ulug' ko'rinmaydi. Hani kechirib qo'yishlikqa. Qancha cho'ng günah bo'lsa da, cho'ng günah qilsa da, meni kechirimchiligim men kechirib jibaraman. Shuning suyunchilagin. Taqvoli siddiqlari sen qo'rqitqin, ular qilgan amallariga o'zlari tan qalvasin. O'zlari tan qila turgan bo'lsa, men shu namoz o'qiyatam, shunda ilm o'qiyatam deb, anda o'shal amallar kuyib ketadi. Shuni qo'rqitqin. Sen men adaletliligimni, hisob kitobimni bir odamga qo'ya turgan bo'lsam, o odam yo'q bo'lib ketadi. Sababi qancha ibodat qilsa da, o'shal meni bergan densoligimdan iymoni shuburini atqara olmaydi. Shuning uchun qilgan ibodat qil, tan qalvasin. Qancha ibodat qilsa da oz qiladi degani, biroq men ularni o'z rahmatim bilan g'ana kechirib ibodatini ko'p qilib, esa qilib ko'yib qo'yaman dedi-da. Jana İbn Abi Ravod aytadi, Alloh taolo shunday deb aytadi: "Men Allohman. Men bütün mulkning egasiman, ikkidan egasiman. Podsholarning egasiman. Bütün podsholarning yuraklari mening qo'limda. Qaysi qavmdan men rozi bo'lsam, podsholarning yuraklarini men o'sha qavmga ra'yimdan qilib qo'yaman. Qaysi qavmni jaman ko'rsam men, o'sha qavmning podsholarining yuragini o'sha qavmga qattiq qilib o'shalatran qilib qo'yaman. Fala tushghilu anfusakum bilanil muluk." Shundoqdan sizlar nafsingizga alaq qilvag'ila, podsholarlarni aytmanglar. Podsholarlarni qarshi aytmanglar. Sizlar tavba qilinglar. Alloh sizlarga shunday ra'yimdan, merimdan qilib yurganligi uchun sizlar tavbaga kelginglar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Agar shu mo'min odam Alloh taolaning ostidagi bo'lgan ochuvlarni bilganda, beshdan hech kim umid qila olmay qoladi." Allah Taala shunday ochuvlu negizi. Agar kafirda Alloh taolaning ostidagi rahmatni bilganda, rahmati ko'pligini bilganda, kafirda bo'lsa Allohning rahmatidan umidni uzmay qoladi. Chunki Allohning rahmatida ko'p. Ahmad Sa'd aytadi: "Men Yahya ibn Aksumni tushimda ko'rdim" deydi. O'lgandan keyin aytdim: "Ya Yahya, Alloh taolo senga qanday muomala jasadi?" deb so'radim. Allah aytdi: "Meni Alloh taolo oldina chaqirib olib turib aytdi: "Ey jaman chal, sen qilgan qiliqlar barini qilding, gunohlarni barini qilding" dedi. Men aytdim deydi Yahya: "O Rabbim, men bunday deb xabar berilgan jo'lim. Ya Allohim, sen o'zingga o'tdinglar, ra'yimdu bo'riklar deb xabar berilgan edi. Bunday ochuluq deb men o'qqan jo'lim o'zingda" dedi-da. "Sen nima deb xabar berilgansan?" Alloh taolo aytdi: "Sen nima deb xabar berilgansan men jo'nimda" deganda, Yahya aytdi: "Menga Abdurazzoq, Ma'mar, Urva, Oysha, Alloh rozi bo'lsin, shular payg'ambardan hadis aytgan. Payg'ambar Jibril alayhisalom hadis aytgan. Albatta sen o'zing aytgan ekansan, ya Allohim, qaysi bir musulmon odam charchag'arsa islom yo'lida yurib, men ani azobtavayman. Men ani azobtasam uyalaman. Aqsasini aqsaqalini ko'rib turib degan ekansan" dedi-da. Kabir mendala shu eng bir shu charchag'argan saqlagan aqsaqallardanman dedi-da. Alloh taolo aytdi: "Ha, unday bo'lsa, Abdurazzoq da to'g'ri aytadi. Ma'mar da to'g'ri aytgan, Zahri da to'g'ri aytgan, Urva da to'g'ri aytgan, Oysha da to'g'ri aytgan, payg'ambarimiz da to'g'ri aytgan, Jibril da to'g'ri aytgan. Men da to'g'risini aytayin. Ya Yahya, inni la u'azzibu man shaba fil islam. Azab bermayman" dedi. "Kim islomda yurib charchini ag'artgan bo'lsa" dedi. Shunday anan keyin men o'ng jaqdagi odamlarga buyurilib, shularga qo'shilib beshga ketdim degan ekanda. Umar roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kirsa, payg'ambarimiz iylab o'tirgan ekan. "Siz nima iylab o'tirsiz?" dedi. Payg'ambarimiz aytdi: "Men hozirlar Jibril alayhisalom kelib aytdi. Alloh taolo uyalatgan. Bir odam islomda yurib charchaqini ag'artgan bo'lsa, ani azob beruvdan uyalatgan Alloh taolo" dedi. Shunday bo'lgandan keyin anan kim islomda yurib charchaqini ag'artgan bo'lsa, Alloh taologa gunoh qiluvdan uyalmaydi dedi-da. Saqal charchag'argandan keyin gunoh qilish kerak, uyalish kerak dedi-da. Faqir azalon aytadi: "Shuning uchun aqsaqal odamlar shu karamatni bilish kerak. Alloh taolodan uyalib o'tirgandan keyin
saç ağargan adamda Allah'tan uyalsın, günah kılmasın deydi da. Şu aksıkallıkka jetkirgen deygen. Allah Teala'dan uyalsın, Allah Teala'dan uyalatkandan keyin. 2 yıl kestegi kiraman katibin perişlerden uyalsın. Allah daim birge jüret, çoğul jüret. Şunu günelerin özüne tiysin. Allah Teala itaat kılığa ikbal olsun. Yani Allah Teala itaat kılığa untulsun. فَاِنَّ الزَّرْعَ اِذَا دَنَا حَسَادُهُ لَا يَنْتَزِرُ رَبُّهُ. Sebebi egin jetilgenden keyin anı kütüp oturbayt ese. Dara orot. Kazalika şabu yacibu aleyhi an yattaqiyallah. Şondayım. Adam balası dele misali ömrü jetip kalgandan keyin al 2 çağa qarabay dara ana Allah Teala canını alat da. Oşonda ele jigitde de wajipdir. Allah Teala'dan daim korkup dursun jaşlarda ele. Ve yeştenimel maasiye, günah kılıdan korksun, alış olsun. Ve yukbilu ala taat, ibadat kılığa verilsin. Fe innehu la yadri mata ya'ti ajaluhu. Sebep al bilbeyt, ajali kasan kelet. Jaşmı dep jüreverse aksıkaldık da jetey jetpey. Sebebi jaşkitlerde Allah Teala'nın taat ibadatına verilip жүрse dayım, Allah Teala'ga özün arsın kölekösten kölekö öret kıyamet günü. Şunday dep haberlarda kelgen. Peygamber sallam aytat, 7 adamga Allah Teala kölekö öret kıyamet günü. Arşının kölekösten, al günü Allah'ın kölekösten başka hiçbir kölekö yok da. Birincisi imam-ı adil, padişah adaletli olsa. İkincisi şabun, jaş jigit bolup, naşa'a fi ibadatillah. Allah Teala ibadat kılıudu, özüge tanıgan bolsa. Jana bir kişi jüregi daim meçitke asılıp turat. Meçitten çıkkandan keyin şu meçitke bargısa, dağın barsam eken dep engsep turat da. Jana bir iki kişi Allah jolunda bir-birini jakşı görüptür. Allah üçün ekö birgiptir, Allah üçün ekö ajraptır. Biri günah kılıp koysa, ajrap ketet da. Bir kişi daim Allah Teala'nı zikir kılıp жүрüp, onday soğuk vagında közleri körbe kalgasa. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا فَعَلَتْ يَمِينُهُ. Bir kişi bir sadakatını ötte jaşırın türde sadaka kılıptır, kalaverse, sol kolu bilbey kalsa, on kolu emne bergenini. فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ. Jana bir kişini bir ayal çakırıptır. Özü şulu ayal eken, atatekli adam eken, ayal eken. Oşo öz nafsiga, jağınday, buzuklukka çakırıptır. Çakırsa bula aytıptır, "Jok, men Allah'tan korkamen" dep, oşonu kabul kılbasa. Şularga Allah Teala özün kölekösten kölekö öğretken. Umar ibn Abdülaziz aytat, Allah razı olsun, Allah Teala es kaçan köpçülüktü bir adamdan amalı bilen günösüne azap berbeyt dedi. Birok açık günö jasalsa bir kavm içinde. Allah oşonu kaytarbasa, tosbasa, oşonda oşol kavm bardyk oşol azapka duçar bolat dedi de. Allah Teala Yuşa ibn Nunga vahiy kılıp aytdı. Men senin kavmingdan 40.000 adamdı azaptaymen dedi. Eng jakşylaryny azaptaymen dedi. Basittin alfan min şirarihim. 60.000 jemandaryny azaptaymen dedi. Yuşa aytdı, "O Rabbim, jemandardy meylem azaptagın. Ona jakşylaryny bile azaptaysın" dedi de. Aytdı Allah Teala alar sebebi men jeman körgönnesin, alar jeman körüşbödü. Alarning çoğu jeşdi, alarning çoğu içişdi şu jemandar menen. Oşon üçün alarda azaptaymen dedi da. Oşo jemandar toş kerekler jemandyktary da dedi. Peygamber sallallahu aytgan, "Seler soğuk işki adamlarda ündöp buyura vergile. Özüňerce sayılbasaňardalar. Ve nahav anil munkari ve ilem tanhav anhu." Adamlar günöşden tiya vergile. Özüňe şu günöden tiyil albasaňardalar. Men şu günön jasawatan elde kamp tiyam dep oturbaly, el tiya vergile. Özüňde bir tiyil alsaň dedi da. Peygamber sallallahu aytat, "Kebir adamlar var. Jakşylyktyn asgıçy bolat. Jamandykdan jakçy bolat. Jana kebir adamlar var. Jamandykdan asgıçy bolup, jakşylyktyn jakçy bolat. Bunday gandary da var. Jakşylyk bolsun kebir adamlarga. Allah Teala şu jakşylyk asgıçlaryny oşo adamyň koluga bergen bolsa, bunday adamlarga jakşylyk bolsun. Vail bolsun, jamandyk bolsun, dozok bolsun kebir adamlarga. Allah Teala jamandyk asgıçyny şonuň koluga bergen bolsa, jamandyk aça turan adamlarga vail bolsun, jakşylyk aça turan adamlarga jakşylyk bolsun dep dua kılgan eken.
Al degeni kebir adamlar sop işke buyurup güneşten tiyat. Bular жақшылыктын аскычы болуп, жамандыктын жапкычы болот. Алар негизи момундар. Аллах Таала айтып койгон, сазылла. Mana mo'minlar, kebir mo'min kishilar var, mo'min ayollar var. Bular kebiriga shunday yaqin bo'ladi. Ya'ni bir tug'an bo'ladi. O'ziga yaxshi ko'rganda Allohga yaxshi ko'radi, yomon ko'rganda Allohga yomon ko'radi. So'vishga buyurib, yomon ishdan tiyib yurishadi bir-birini deb Alloh Taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Alami kim yomon gunohlarga buyurib, so'vishlardan tiyib yursa, al munofiqning belgisi. Mana Alloh Taolo Qur'onda aytib qo'ygan munofiq erkaklar, munofiq ayollar kebiridan bo'ladi. Bir-biriga o'xshash. Allar yomon gunohlarga buyurib, savob yaxshilarini tiyishadi. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytgan, amallar eng bir afzali savob ishga buyuruv, yana gunohdan tiyu boshqalarda. Ya'ni jo'qori Hazrat Ali so'zining ma'nosi, kebir odamlar yaxshilikqa buyursa faqat shadda zahral mu'mini. Al mo'mindun belini shunday kuch-quvvatlantiribdir-da. Ya'ni savob-ishlarga kuch beribdir-da. Amannahanı munkari kim shunday gunohlardan tiysa, al munofiqning murdini yerga shiqalabdi, sudrabdi, munofiqlar qordibdir deganida. Said aytadi Qatodadan. Bizga bir kishini zikr qilib aytdi, al kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga keldi. O'sha kun payg'ambar Mekkada ekanda. Al kishi kelib aytdi, siz men elchimen, Allohning elchisi bo'laman deb o'ylab yurasizmi dedilar. Payg'ambar "Ova" dedi. Anan so'radi. Unda Allohga qaysi ish amal yaxshi dedi. Qolal imoni billah, Allohga ishonib dedi. Summa mazanaki nima dedi? Qola silatur rahim, tug'anlarning qatnashuv dedi. Summa maza qola al amru bil ma'ruf va nahy anil munkar. Anan qaysi amal yaxshi? So'bqa unda jamoatdan tiyu dedi. Qaysi amal Allohga jamanroq dedi. Qola shirku billah, Allohga shirk kelib bo'lgandan uzulu taranib. Amr ma'rufni tark qilib, nahy munkar tark qilib, ya'ni so'b qo'yib qo'yib, gunohdan tiyib qo'yib, bu eng bir Alloh taologa jaman amallarning biri dedi-da. Muhibban fi jiranihi, shifani savraytadi. Sen bir qorini ko'rsang, muhabbiban fi jiranihi, o'z qo'shnilariga shunday o'zini yaxshi ko'rsatayin deb Qur'on o'qisa. Mahmudan indi ixvanihi, shu jorodoshlarim oldinda maqtasinlar deb Qur'on o'qisa. Bilgin al munofiq dedi-da. Qur'on deyil uchun elga yaxshi ko'rishni qo'y, Allohga yaxshi ko'rishni o'qish kerak-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, bir qavmning ichida bir kishi gunohlar jasasa, o'sha qavm o'sha kishini o'sha ishdan to'sib qoluvga qudrati jessa, biloq o'shani to'sib qoladi vasalar. O'shanda Alloh taolo bardig'ini cho'g' azab beradi dedi-da. O'larda murdalar shu dunyoda shu gunohning kasabetini ko'rishadi degan ekanda.